katta 30 kilovat, 40 kilovat hamda 50 kilovatli 3 fazali stabilizator so'ragan akalarimizga Marg'ilonda joylashgan agrotexnikalar do'konimizga 3 fazali 40 kilovatli hamda 50 kilovatli stabilizatorlarimizdan do'konimizga yetib keldi. Video davomida shular obzorni qilib, narx-navosi, ma'lumoti bilan yoritib beramiz. Hozirroq bittadan like bosib, kommentariyaga o'tib, omad so'zini yozib keladigan obunachilarimizga aytiladigan narxlardan albatta chegirmalarni qilib beramiz. Bu akalar 40 kilovat hamda 50 kilovatli stabilizatorimiz 3 fazaga mo'ljallangan, olasidan 220 montaj qilib ishlatsanglar ham bo'laveradi. Bu stabilizatorlarimizda qat-qatga va qaysi joylariga qo'ysak bo'ladi degan akalarimizga, ishxonalarga, masalan, uylaringda rasxodlaring o'ta ko'p bo'ladigan bo'lsa, ishlatadigan narsalar ko'p bo'ladigan bo'lsa, shularga bemalol qo'yib ishlatsanglar ham bo'laveradi. Past toklaringni baland qilib, baland toklaringni tushirib, 220 bitta me'yor qilib chiqazib berish uchun mo'ljallangan bo'ladi akalar. Bizda hozir 40 kilovatli modelini bir boshdan bo'lsam tanishtirish boshlayveramiz. Birinchi o'rinda monitorlarga o'tamiz. Monitorlari tokni necha kiryapti, necha chiqyapti, necha nagruskada ishlayapti. Hamma yo'g'ini o'zi akalar ko'rsatib turadi. O'zida kompyuter sistemalari qo'yilgan akalar. Mana 40 kilovatga bo'lgan nagruskalarni bemalol ko'tarib berish uchun mo'ljallangan. Bu degani konditsioner, xolodilnik, shunga o'xshagan katta-katta rasxod qiladigan narsalar ulab ishlatsanglar ham bo'laveradi. 3 fazali, invektorli bo'ladi akalar. Ichidagi atmotikalarga bitta ahamiyat berasizlar. Stabilizator olishda asosiy narsasi mana shu ichidagi atmotikalari bo'ladi. Atmotikalari 100% misli originalni oladigan bo'lsangiz, sizlarga anchagina uzoq xizmat qilib beradi. Atmotikalarga bitta ahamiyat berasizlar akalar. 6 talik 100% mis atmotikali variantidan Rato firmasiga tegishli 1 yildan garantiyalari bilan beramiz. Xo'p, shotkalari bor. Ishlaganda akalar har bitta shotkasi aylanib turishni hisobiga sizlarga toklaringni bitta sistemada, bitta me'yorda to'liq qilib chiqazib bera oladi. O'zida men mana shitlari qo'yilgan, ortiqcha nagruska bo'ladigan bo'lsa, bu shitlari tashab yuboradi. Tokni montaji kiryapti, chiqyapti. Elektrik, luboy elektrik montajni biladi akalar. Montajni elektrikka qilib ishlatishlari mumkin. Bu stabilizatorlarimiz akalar o'zini o'zi sovutish sistemasiga ega, ya'ni qizib ketadigan bo'lsa, motorlari avtomatik o'zini o'zi sovutadi. Undan tashqari miya qismlari ham juda ham qalin, original kabellar bilan qilib ishlangan. Bu hozir ko'rsatib o'tganimiz 40 kilovatli model edi. Narxi kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, $1150. Obunachilarimiz uchun albatta chegirmalarni qilib beramiz. Yonbosh tomondan bemalol montajlarni qilib ishlatsanglar ham bo'laveradi. Orqa tomonlardan ko'rsatib o'tib ketamiz, sifatlari zo'r. Endi kattaroq 50 kilovatli modelimizga o'tamiz. Mana 50 kilovatgacha bo'lgan nagruskalarni ko'tarib beradi. Bizda akalar 3 kilovatdan 100 kilovatgacha, 200 kilovatgacha stabilizatorlar bor. Bu 50 kilovatli modelimiz. Buni ham atmotikalarni bitta ochib ko'rsatib yuboramiz. Mana ko'rishingiz mumkin. 3 tali 100% mis atmotika, montajlari, mexanizmlari juda ham chiroyli qilib ishlangan. Keyin har bitta atmotika simini luboy elektrik bo'ladigan bo'lsa, usta bo'ladigan bo'lsa, tekshirib olishligi mumkin. Alyumin atmotika bo'lmaydi. 100% mis bo'ladi. Mana shu firmani oladigan bo'lsanglar, bu Rato eng original, eng sifatli firma. Narxi $1300 dan bu tomonda kichik variantlari ham bor. Do'konimiz Marg'ilonda hokimiyati, Marg'ilonda solig'ida. Kimga qanaqa stabilizator, qanaqa kilovatdagi variant qiziq bo'ladigan bo'lsa, kerak bo'ladigan bo'lsa, pastda nomer qoldirib ketyapman. Pastdagi nomerlarga aloqaga chiqib, bemalol so'rab olishlari mumkin. Obunachilarimiz uchun, YouTube kanalimizdan ko'rib keladigan obunachilarimiz uchun albatta yo'lida chegirmada qilib beriladi. Dastavka xizmatlari kelishilgan holatda bor. Butun O'zbekiston bo'ylab dastavka xizmatlari bilan qilib beramiz. Stabilizator olishda akalar, albatta o'zimizga aloqaga chiqinglar, aldanib qolmanglar.